Sen mektebe gelen vakti ak kağıt. Ak kağıza inan işin ustazınız sizlerin yazısını, okusunu üretirdi. Sizlerin en eziz insan birinci mənim hazırki dünyadımda başlangıç sınıf okuyucusu var. Başlangıç sınıf okuyucusu her kaçan başka ustazlara kanalda en yakın insan. Yani hayatta devam etken vaktinde görürsek, indi değişim, lekin başlangıç sınıf okuyucusu. Birden o. Şunun için hiç bitirip gitkenden keyin gelip ustaz bilen uçraşıp, ular bilen dertleşip, shunday yurishlaringizni istadim. Yani ulaygan sayin shu boshlang'ich sinf ustozim yodimga tushadi. Shu ustozim yaxshi, shu ustozim yaxshi. Yana birinchi sinfni oladi, xudo xolasa. Birinchi sinfda olgan vaqtda biz ustozimizni qizg'anadi. Rashkat edadi. To'g'risi da yaxshi ko'rasan-ku, bir hamisha orangin bo'lib qolgan inson bo'ladi. Bu rashkat esan. Ve birinchi sinflar ustoz aman boshqa sinf, lekin bir narsa bor. Bunlar bizi ders saati bo'ladi. Xudo xolasa kelajakdagi orzularingizga sizlarning erishingizga omad. Katta marralar bo'lishingizga omad tilaymiz. 4-sınıf oquvchilari bir ajoyib bo'lib boshlang'ich ta'limni, ya'ni ta'limni foydasi bor bo'lgan boshlang'ich ta'limni yakunlash arafasida turibdilar. Shu fursatdan foydalanib barcha o'quvchilarim uchun qalbimdan tabriklayman. Sizlardan ham jonli hayajonlanib turibman, chunki sizlarni ko'rasim yo'q. Xayrlashishman uchun ham har biringga o'qishlaringizda, ishlaringizda omad, zafarlar yor bo'lsin. Yana ustoz ajoyib gaplarni aytdi. Hamma gapi to'g'ri ustozimiz deyman. Ustozimiz ham yana bizlar uchun yelib, yugurib, jonkuyarlik etib, maktabimizni dim sharoitlashtirib turibdi. Ustoz ham minnatdorchilik bildiraman shu jumladan. Elektronniy doskalarni bina darslarimizni sifat samaradorligini oshirishga katta hissalarini qo'shib turibdilar. Jamoamiz nomidan ustoz ham katta rahmatlarni aytaman. Ustoz sog' salomat bo'lgaysiz, hamma bosh bo'lib yurgaysiz bizlarga. Rahmat katta. Yodimda maktabga keldi ilk kunim, hayajon yoshlar oqqandi qator. Bilimlar eshigin ochmoqlik uchun hali qo'llarimda yo'q edi mador. Shirin tabassumla mehrda cheksiz bir inson yo'limdan chiqqandi peshvoz. Bugun chin yurakdan etayapman his, o'sha siz edingiz, tanidim, suydim. Siz sabab kitobga qunt mehr qo'ydim. Qo'lga qalam tutib, tug'yona to'lib, vatan deb yozdim, yurt mehrin tuydim. Jajigina ergasiman, yurtimni bo'ling maqtagan, jajigina ergasiman. Gulaysan ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Gulaysan ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Imonimiz butun vatan, ishonaver onajonim. Xizmatingga doim tayyor, farzandlaring O'zbekiston. O'zbekiston ona diyorim, sen mehribonim, O'zbekiston. Yuqori sinfga ko'chish arafasida turibmiz. Shunday ekan, sizlarning har biringizga o'qish va ishlaringizda omadlar tilayman. Bundan keyingi o'qishlaringizda muvaffaqiyatlar. Xuddi shu boshlang'ichdan ishlab, a'lo baholar o'qigan bo'lsangiz va yuqori sinflardan shunday 5 baholar o'qib, maktabimizni a'lochi, namunali, o'rnak ko'rsatgan o'quvchilari bo'lishlaringizni tilakdoshman. Hozirdim hayajondaman, sizlar bilan xayrlashish men uchun dim og'ir, dim hayajonli. Shunday bo'lsam, afsuski majburmiz xayrlashishga. Xayr bo'lajak.
Seni deymiz, seni deymiz. Gulaysan ozod yurtim. Onajonim O'zbekiston. Hech kimga bermaydi seni. Farzandlaring O'zbekiston. Gulaysan ozod yurtim. Onajonim O'zbekiston. Hech kimga bermaydi seni. Farzandlaring O'zbekiston. Iymonimiz butun vatan. Ishonaver onajonim, xizmatingga doim tayyor. Farzandlaring O'zbekiston. Assalomu alaykum qalbi daryo, mehri ziyo ustozlar, qadrli mehmonlar, bizlar uchun doim yelib yuguradigan buvijon, onajon va dadajonlarimiz, tadbirimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum mehribon ota-onalar, sevimli buvilar, buvijonlar. Mana bugun 4-A sinf o'quvchilari boshlang'ich ta'limni tugatdilar. Bugun ular uchun katta bayram, katta tantana. Shunday ekan, keling sahnamizga bugungi tantanamiz sababchilari 4-A sinf o'quvchilarini chorlasak. kechamizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Azizbek Jabborov ustozimizga beramiz. Hurmatli ustozlar, bugun unutilmaz maktabimizda o'quvchilarimiz uchun shunday kun 4-sinfni bitirib katta hayotga qadam qo'yadilar. Bu o'quvchilarimizga kelasi o'qishlarni omad tilamiz. Chunki Prezident maktabini o'qishga ketsinlar, katta oliygohlarga ketsinlar. Yoshlar ham shuda kelsa, katta rahmat. Bugungi tadbirni ochiqlab e'lon etamiz. Rahmat. Rahmat ustalarimiz madhiyasiga navbat.
to'ylar ko'p, yaxshi niyat, orzu, havas, o'ylar ko'p. Har bir dami misli oltin bebaho, bitiruv kechamizga qani marhabo. Keling o'quvchilar, mehmonlarimiz bilan salomlashib olsak. Keling avval mehmonlarni tezak olaylik, ustoz bergan odob bilan salom alik qilaylik. Qalbi daryo oftob bo'lgan, har so'zi bir kitob bo'lgan, qilgan ish savob bo'lgan otajonlar assalom. Fakat salomimiz sizga kamlik qiladi. Salom yo'llab o'quvchilar ta'zim bajaradi. Katta kichik baringizga yo'llagaymiz salom, ta'zim sizga, hurmat sizga deymiz salom vassalom. Salom sizga onajonlar, parvonamiz bizlarga, shodligimiz, shilliklarimiz bizday o'g'il qizlarga. Chordan surdan chalinganda to'ydan darak beradi. Har tomondan maktab tomon ko'plab mehmon keladi. Chanay sunay sadolar eshitilmas besabab ushbu kunda tantanaga O'zbekiston vatanim qo'shig'iga qizlarimiz ijrosida raqs tomosha qiladi.
deganda nimani tushunasiz? Vatan bu tug'ilgan makonim. Vatan bu sizu bizga daxldor zamin. Vatan bu muqaddas beshigim. Vatan bu ostonayu eshigim. Vatan bu onamning tillab beylanayotgan lasi. Vatan bu padarimning buyrugi. Barakalla. Endi navbat vatanimizni madh etuvchi she'rlarga. Vatan har bir insonning tug'ilgan diyorida erkinlik qoni to'kilgan muqaddas tuprog'idir. Vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas. Vatanga xizmat qilmoq bizlar uchun qarzdor. Senga fido bo'lsin jontanim, O'zbekiston mening vatanim. İlk bor tanigan maktabim menga vatan, doimo hamza tomchir mahallam menga vatan, jannatlarga erishmam qishlog'im o'lchamanda, nozik ne'matlarga keng O'zbekiston vatandir. Vatan qayer deb izlasam javob bobolar merosi ayladi xitob o'rgan o'z vataning qadam jonlarim o'qi topadirsan ma'no behisob. Vatan boshlanadi odam qalbidan, menga oq sut bergan onam bag'ridan, meni allalagan o'sha beshik yo'li ko'zam tug'ilgan otam qo'lidan, sho'x shodon bolalik o'tgan qishlog'im, meni ulg'aytirgan ona shahrim, gullab yashayotgan ko'klam maskanim. Maktab degan qutlug' dargoh muqaddasdir bizga har chog' bilim sari boshlar yo'lga, aziz quchoq tanish yo'lga. Vatan har bir insonning tug'ilgan diyorida kindik qon to'kilgan muqaddas tuprog'idir. Vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas. Vatanga xizmat qilish bizlar uchun qarz. Shu yurtning muqaddas tuprog'ida yangi azizlarning qadami tekkan, buyuk bobolarning buyuk ishlari tarixi mag'ribdan nashrga ketgan. Halkım arzu niyati dilga quvonch taladi, bayrog'imiz dunyo uzra yurtga duygu soladi. Endi navbat o'zbegimning mard yigitlari qo'shig'iga. Yigitlarimiz ijrosida ajoyib raqsga marhamat.
aradan 4 yıl vaqt o'tdi. Biz endi boshlang'ich sinf bitiruvchilari bo'lib qoldik. Shu o'tgan davr mobaynida ustozimiz yordamida ko'plab bilimlarni egalladik. Bu hammasi oson bo'lmadi. Siz ustozimning jonkuyarliklari-yu tinimsiz mashaqqatli mehnatlarining evaziga bugungi tantanaga yetib keldik. Darhaqiqat biz o'quvchilar 4 yil muqaddam maktab tomon qadam qo'yganimizda o'qish yozishni bilmaydigan, hali maktab haqida to'la to'kis tasavvurga ega bo'lmagan bolalar edik. Biz bu o'tgan davr mobaynida turli bilimlarni o'rganish bilan bir qatorda vatan so'zining mazmunini angladik. Bayrog'imiz, gerbimizni ta'riflashga o'rgandik, madhiyani yod oldik. Marhamat, navbat o'quvchilarimiz ijrosidagi she'rlarga. Qo'limizdan tutdingiz, boshladingiz bir boqqa, bilimlar mamlakati gurkiragan gul boqqa. Rahmat sizga ustozim, mehribonsiz bag'oyat, sizni xursand qila olsak, shod bo'lamiz nihoyat. Har kuni erta tongdan boshlab asta qadam tashlab biz har kuni erta tongdan boshlab asta qadam tashlab biz u tomon o'tganamiz, do'stlar birga shodlanamiz. Alif va hisobotda bari qoldi, o'sha kuni ilk bora maktabga qadam qo'ydik, yuraklarda bir tuyg'u, hayajon tuydik. Qo'limizdagi darsda kirib keldik maktabga, mehr bilan ustozimiz o'rgatganlar odatga. Kimlardir derse mahal uqab boradi sarfarkunda sinfda bo'lsa yig'lamadiki birga bugun mana bo'yimiz cho'zilib katta o'zlik mingda o'qib o'rganib Donam deb mehr berar, beminnat ta'lim berar, o'zi xafa shod etasiz, bizdan aziz ustozlar. Mehnatingiz oltinlarga teng Shundan beri siz bilan bog'bonimiz siz ustoz, o'ngimizni posboni ustoz sizga ta'zim. Daryolar saday bo'lsa, ohangar kuyday bo'lsa, bitiruv kechamiz ham tantanali to'yday bo'lsa, bitiruv kechamizda do'stlar o'ynab kuylaymiz, o'quvchilar kunda birdan eslab qo'yamiz. Biz o'shandaydik, urush xavf va zo'r edik, o'ttirishni bilmasdik, kerak ishni qilmasdik. Marhamat, qizlar ijrosida chiroyli raqs.
büyük allomalarimizni tanidik. Ularning qilgan ishlarini, tarix oldidagi buyuk xizmatlarini o'rgandik. Ota-onamizni, kattalarni hurmat qilish, ularning oldidagi farzandlik burchimizni angladik. Shu bilan bir qatorda o'zimizni tutishga odatlandik. O'quvchilarimiz buyuk allomalarimiz haqida ma'lumot beradilar. Marhamat. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda tug'ilgan. U shoh va shoir bo'lgan. Uning Boburnoma asarlari asrlar davomida o'rganilmoqda. Zahiriddin Muhammad Babur was born on the 14th of February 1483 in Andijan. He was famous poet and famous statesman. He wrote Baburnoma Rubai. Zahiriddin Muhammad Babur родился 14 февраля 1482 года в Андижане. Он был поэтом и выдающимся государственным деятелем. Он написал произведения Бабурнама Рубаи. Alisher Navoiy bobomiz 1441 yilda 9 fevralda Hirot shahrida tug'ilgan. Uning qancha asarini dunyoga olib kelyapti. Alisher Navoiy was born in the 9th of February 1441 in Herat. He was a great poet, philosopher, statesman, Herat Hamza. Alisher Navoiy родился 9 февраля 1441 года в Ирате. Он был великим философом, государственным деятелем. Он написал Хамza поэм. Navbatdagilarimiz ijrosidagi raqsga. Qadim zamonda bir bog'bon bo'lgan ekan. U doimo daraxt ko'chatlarini ekib, yangi bog' bo'stonlar yaratar ekan. Kunlarning birida uning yoniga bir kishi debdi: "Yoshingiz anchaga borib qolibdi. Bu nihollar qachon hosil beradi-yu, ularning mevalaridan qachon bahramand bo'lasiz?" Shunda Mo'ysafid degan ekan: "Men ko'chatlarni faqat o'zim uchun ekkanim yo'q. Ularning mevasidan barcha birdek bahramand bo'lsin. Men uchun muhimi o'stirgan daraxtlarimning keyingi avlodlarga naf keltirishi, foyda berishidir."
Ustozimiz ham xuddi bog'u chamanzorlar bunyod etuvchi beminnat bog'bonlarga o'xshaydi. Ustoz, shu birgina so'z zamirida olam ma'no va cheksiz hurmat mujassam. O'qituvchi sodiq, kamtarin, ma'naviy boy, axloqan pok insondir. Ularning poyiga guldastalar sochsak, doimo hurmatini ado etib ardoqlasak arziydi. Chunki ustozlar butun kuchlarini, aql idroklarini, bilim vazifalarini, qalb qo'riq sabotini ikkilanmasdan o'quvchilarga baxshida etadilar. O'quvchilarimiz o'zlarining ta'lim-tarbiya bergan ustozlariga she'rlar orqali minnatdorchilik bildiradilar. Marhamat. Musiqa she'ridan bahra olishni o'rgatdingiz, to'g'ri ijro qilishni. Bu kun qoshingizdan qilur mustasnim, qalblarga nur sochgan aziz muallim. Tabiha haqida she'r atrofdagi olamni o'rganaylik fursat bilan, tajribalar ham qildik, shijoat zavq bilan. Vatanimning tog'lari, vodiy daryo bog'lari menga yaxshi tanishdir, o'tloq gul bog'lari. Rus tili o'qituvchi haqida o'rgatdingiz siz qardoshlar tilini, mana chiqdi ancha savodim. Unutmaymiz zahmatlaringiz, bizni tilchi ustoz muallim. Matematika haqida. Matematika asli Yevropalarning sho'g'i, o'rgandik to'rtamanli masala ham misolni, geometrik shakllar bilan to'liq fikrlar, kvadrat ham to'rtburchak, doira ham uchburchak. Yaxshi tanish bizlarga, o'q hamda qizlarga hammasini bilamiz, to'g'ri chizgizam. Karate va ingliz etika, judoda va tekvandoda chinakam chiqishimiz, sog'lom botir bo'lamiz. Kimki sportchilar cho'chimas mashaqqatdan zafar kelar, albatta chidam sabr to'qib. O'rgandik tabiatni, ob-havoni kuzatdik, yurtim jamolini ko'rib tilda g'amni yo'qotdik. Dejechir tinglamani, lol qoldiramiz hammani, sirapega yurmadikdan kasallik qilmadik. Hayvonot olamidan bilim berar tabiat va olgan bilimlardan topganman baxt saodat. Texnologiya haqida mehnat menga qadi, vaqtim kelib boqadi, tugmasiga uzilsa hamma o'zi taqadi. Izlamay kog'ozdan yasadim o'yinchoqlar, hatto tuxum po'chog'idan yasalar qovurchoqlar. Rasm, musiqa, mehnat, qiling sabr, qanot o'yin emas, sadoqat bilmasangiz chatoqdir. Sinfimiz o'g'il qizlari ijrosida chiroyli raqs tomosha qilamiz.
Dünya imoratlari ichida eng ulug'i maktab bo'lsa, kasblarning ichida eng sharaflisi o'qituvchilik va murabbiylikdir. O'quvchilar o'zlarining birinchi ustoziga atab tayyorlab kelgan she'rlarini o'qib beradilar. Marhamat. Salom deya qo'limni ko'ksimga qo'yib, qilaman ming ta'zim ustozim suyib, qalbimga bir gapni quvonib, tayib qayg'urasiz biz uchun yonib kuyib so'zlaysiz. Sabog'ingiz qalblarga mehr ila joylaysiz. Tilagim shu sog' bo'ling, bilim bering bizlarga, yonimizda turgaysiz kirganda yuzlarga. Yodimda maktabga kelgan ilk kunim, hayajon yoshlari oqqandi qator, bilimlar eshigini ochmoqlik uchun hali qo'llarimda yo'q edi mador. Shirin tabassumla mehrda cheksiz, bir inson yo'limdan chiqqanda peshoz, bugun chin yurakda etayapman his, o'sha siz dedingiz tanidim suydim. Siz sabab kitobga qunt mehr qo'ydim, qo'lga qalam tutib tug'yona to'lib, vatan deb yozdim u yurt mehrin tuydim. Dört yerga ilmga, mehrga payvand, go'yo ko'kda bola, bir sizga farzand, tanbehlar eshitdik yon nasihat, bularning tagida bordir muhabbat, xayrlashmoq og'ir naqadar, axir sizni suydik jon qadar, yuzingizni yorib qilib inshaalloh, ajablanmang sizga o'xshasak, agar ta'zimlar qilgansiz ta'zim tashakkur, sizni bizga bergan Allohga shukr. Ustoz sizga tutay aziz guldastaki chaman zorda topilmas, to'follari so'lib qolmas bir pasda, urg'unchaki xazon yopa olmas, uni ekdim qalbimning eng to'rga, unga mehr bilan payvand berdingiz, yetaklavon ilm-fan yo'liga, dilga mehr solib qo'ygan. Sizdan boshlanadi asli tafakkur, munis muhandislar sizga tashakkur, o'rganmoq uchun bitta harfni, yozmoq uchun ismu sharfni, o'qish uchun, o'rganish uchun, ustoz kerak, ustozlar kerak, ulug' ishlar qilmoqlik uchun, bu dunyoni bilmoqlik uchun, vatan ishlarini qilmoqlik uchun, ustoz kerak, ustozlar kerak, yurt gullamas o'zidan o'zi, lozim bo'lar donishlar so'zi, ketmoqlik uchun dunyodan o'zi, ustoz kerak, ustozlar kerak. İlk martabaga sekin o'tkazib, chigina qo'limga qalam tutkazib, menga harfdanga qalbi jahonni unutmayman aslo o'sha insonni, onam dam mehribon tutib o'zini, yozishni o'rgatgan ona so'zini, degan mana bunday yozib, ota doim yodingda tut bu aziz vatan. Ilm sirini o'rgatgan tilmay, charchoq nimaga sezmay, xizmatlaringizni aslo unutmay, sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Onamdek mehr berdingiz, xuddi farzand deb bildingiz, nodonlarni inson bildingiz, sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Ustozim, onamizdek sevaman, sizga o'xshab sevaman, sizdek qadam qo'yaman, bag'ringizga intilib, bo'lik qo'langiz misol, bilan hikmat yog'ida tepsiz imon misol. Bora partaga sochim o'tkazib, jajji qo'llarimga qalam tutkazib, menga harflangan qalbi jahoni o'zgarma asossiz insonni. O'quvchilar ijrosida raqs. Suyan yumshoq
bizlarni kamol topishimizda ota-onalarimizning o'rni beqiyosdir. Hazrat Navoiydek ulug' zot ham onalarga bo'lgan behad hurmatini quyidagicha tarannum etganlar. Onalarning oyog'i ostidadir Rabzai jannatul jinon bog'i. Rabza bog'i misolini istar desang, bo'l onaning oyog'in osti. O'quvchilarimiz ijrosida onalarimizga bag'ishlangan she'rlarga navbat beramiz. Sancham ham ozdir baribir, ona degan so'zining o'zi bir umr. Qo'llari issiq, ko'zlari mehribon, doim farzandiga bo'ladi posbon. Allasida jannatda posi bor, ona dunyodagi eng buyuk inson. Menga dunyo kerak emas, biror mansab shart emas. Yonimda tirgak doim ota-onam bo'lsa bas. Kelsa kelsin qayg'u ham hech biri cho't emas. Faqat birga men bilan ota-onam bo'lsa bas. Ona mehr quyoshi, qalbimdagi nur, tunlarimga yulduz, kunlarimga g'urur. Bir tabassum qilsa dunyo yorishar, dardi bo'lsa farzand, yuragi siqilar. Ona bu sabr, ona bu mehr, har so'zi duodek yoqimli sehr. Qo'limizda tikanni kiprikdek ko'targan qutulari uxlamagan chirog'im onam mening jannat menga ne kerak Makka Madiram. Mehri buloq soylagan ikki dunyo borligim, duo ko'chirog'ligim odamni javob. Olamda yashagan ayting qayda bor shunday odam. Onalarning oyog'i ostidadir Rabzai jannatul jinon bog'i. Rabza bog'i misolini istar desang, bo'l onaning oyog'in osti. Onajonimning yuzlari quyosh misli poladi, go'zal shirin allalar meni o'ziga challaydi. Tabassumning alosi, butun olam ma'nosi, dardlarimning davosi, kulishlari chiroyli onam. Hasrat meni jonginasida, mehr oqar qonginasida, kutib eshik yonginasida, turishlari chiroyli onam. O'z tuyg'ularini shu qo'shiq orqali siz mo'tabar va aziz ota-onalarimizga namoyish qiladilar. Marhamat, tinglab tomosha qiling.
Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yerga qo'llarim kuchib.
Yelken uzatmaydi, kavan aylantirir. Onam hojatım, otam hojatım. Yuvadagi ishim shu, bolalik xohishim shu. Eng shirin tashvishim shu. Onam hojatım, otam hojatım. Jannat onam foyda, otamning duoida. Menga endi foyda, onam hojatım. Onam mening jannatim kalidisiz. Onam mening yelkamda qanotimiz. Onam mening jannatim kalidisiz. Onam mening yelkamda qanotimiz. Kechemizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli ota-onalar va ustozlar, shuning bilan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qizlarimiz ijrosida boychechak raqsi. doimo aziz va hurmatli inson Norbekova Zaynab ustozimizga beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar, Mehridaryo ustozlar. Mana bugun 4-sinf o'quvchilarimizning
başlangıç təlimini bitiriş münasibəti bilan tayyorlab kelgan har birinchi ustozim tadbirini dinlab tomosha qildik. Albatta, yaqindagina maktabga kelgan jajjigina o'g'il-qizlarimiz bugun bir pasda katta o'g'il-qizlar bo'lib, yana o'zlarini bilimlarini sizlarni oldingizda namoyish qilib, egallagan bilimlarini ko'rsatib bormoqdalar. Hozir o'zim juda hayajondaman, chunki o'quvchilarimiz bilan xayrlashish menga og'ir. Bunun hayajonim güçlü, tushunasizlar. Bularni o'qishlarimda omadlar tilayman. Katta sinflar o'tganlarida xuddi boshlang'ich ta'limdagidek o'qishlarini yaxshi davom ettirib, jamiyatimiz uchun o'z o'rnini ega bo'lgan yetuk insonlar bo'lib chiqishini tilab qolaman. Sizlar esa shu tadbirimizga qatnashganlaringiz uchun katta rahmatlarimni aytaman. Sizlar bilan, sizlarning ota-onalar jamoasi bilan ishlaganimdan juda ham xursandman, faxrlanaman. Faxr tuyg'usini tuydim. Shunday kollektiv, har biring nazir ismlaringni aytib o'tirsam, endi vaqtimiz ham yetmaydi. Ota-onalarimiz qo'mitasi masalan Munojatxona rahmatini aytaman, minnatdorchiligimni bildiraman. 4 yil davomida o'zini beminnat yordamini ayamay qanotim bo'lib, hamma qo'sh qanot bo'lib keldingizlar. Buning uchun sizlardan juda minnatdorman. Endi ruxsat bersangizlar, o'quvchilarimizni bitiruv diplomlari bilan taqdirlab, ota-onalarimiz ham o'z minnatdorchiligimizni bildirsak. Go'zal bog' unajak, barkamol avlodlarni kutar yorug' kelajak. Tinch bo'lsa osmonimiz, nur sochar oftobimiz, beg'ubor yoshligimiz bo'lib yashar kamalak, kamalak. Mana o'quvchilarimizdan taqdirlab oldik. Men bir narsa xayolimdan ko'tarilibdi. Shu 4 yil davomida o'quvchilarimiz qator o'tkazilgan fan olimpiadalarida, sport olimpiadalarida hamda Daholar maktabi olimpiadalarida faxrli o'rinlarni egallab, maktabimizni namunali o'quvchilari safida kelyaptilar. Buning uchun sizlarga katta rahmat aytaman, o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va ota-onalarimizga navbat bermoqchiman, chunki bugungi tadbirimiz haqida o'zlarini farzandlarına bo'lgan istaklarini, fikrlarini bayon etishlari mumkin. Marhamat, buvijonlarimizdan boshlasak. Mana bizlarni o'qitib
Bu okuçularımızın məsələ şüamət dilimi, ulaşlı, olsunlarlar, akıllı, ulaşlı, ustazına ine min rəhmət, bizəni şuyuna ballarımızı okuduq, ali məlumatlardır, okuqalarım üçün, ustaz, min rəhmət. Yerden okudum, sünnet bayağı yetirgen için çekten rahmet, Türkiye'ye nereden muvaffakiyime, soklasını, baksa dertlerime, Allah'ım hemişe vallahi sünnette nefis hemişe 80-90'ınıza girgenden size tebrikler oturuş nasip etti. Rahmet sözlerine için. Rahmet size. Gelip tedbirimizde katlaşıp kayızlaşıp oturmalıyız. Ülkemizin acayip şunday yaxshi nabirasini o'qib qo'ydik. Marhamat. Zinet Can'a minnettarlık bildiremem. Bizim için dese, birinci sınıftan bula etek çiçek etip kulağına, nimesini Zeynep Can şu koluna rüşke tutuşunu, okuşunu, her danışını, riyetişini için şimdiden minnettarlık bildiremem. Ferzentlerimize ametlerimiz, hepimize okumuşluğu, ferzendarlık içine bektaşımız Zeynep Cansız, hemişe şu çarçama, terbiye terimler işte, hemişe ustalar, ferzentler şu nakıl terbiyelersiz, hemişe şahitlerin ardağında bulunayısınız. Hemişe sağ selamet olun. Rahmet Zeynep Can. Yani ilk kaldırlar sağlığını acayip bir Allah sanatçıkattasını var. Humayteki işlerine muhabbet, muhabbet. Yolanmış kaldırlar sağlığını istiyorlar. Acayip bir işlerine bak Allah'a güçlü bu Özbekistan'ımızı parlak geleceğine kısa kuşanda ol. Acayip insanlar çıktı. Ahmet işlerine. Rahmet. Bulay indi beni ilk dediniz. Bulay 7. mi 8. kaldırgaçlarım ben getirdim. Rahmet ustalarına şöbnelere teşkilatımız rahmet şöbnelere dağlar için zinatlarımız hemşe bildiğin neler göreleri rahmet Şöyle Anacalarımızın namından bir kızıp yemesiniz. Merhametli kızım. Assalamu alaikum, hürmetli atanlar, hürmetli okuyucular. Deyiş acayip bir tədbirin yuvağı oldu təmləmiz. Əvvəlan şu ustazlara Gekdə rəhmət, şimdi acayip bilimlərini bəşdə çatçamasın. Zeynep Can, sizə əvvəlan basarlıq, salamətlік dilimiz. Ömrünüz uzaq olsun. Şu fərzəndlərini okutub tərbiyələşdə sıra çarçamaqlar deyimiz. Okuçulardan şu gələcəkdə bir acayip insanlar olur. Daxvala itqanları, daxvala olub yetişlərində diləkdaşımız. Sağlık, salametlik dilimiz. Rahmet. Analarımızın anılan gün ilhamı sözlerimiz. Terbiyeli, ilimli, bilimli, yaxşı terbiye vergeniniz için sizin sağlık, salametlik diliniz, işlerinize rivayet diliniz. Ferzentlerimize mülayim ömür ösüp, kamil insan borçlarında borçlarını kırap kalamız ve sizden okşap şu göstergen muhabbetlerinizi meyvelerinden tatlı, şuları yaşamışlara, yaşlı işlere bir yerleştirseniz Rahmet Gekdə. Merhamet analarımızın anılan Munacət xanım sözlərimiz. İndi Munacət mən əlaqədə aytamam çünki bu mən 4 yıl davamında
Navu cemaat işi bolsa Bey Ustaz Zeynep Öpke edep şu yan başımda durgan kız boğaz özüm mükemmel bolgalan navu bir problemalarım çıksa mesela sınıfını bir remontu olan başka hem menesede bir yanımda durgan kız iş kız boğadık on kanatım evvelen bak hem bir gerekse iş kızı söz veremedim bakalım. Rahmet Ustaz. Bugün başlatıcı çemeyi ferzandımlar şu ustazda terbiyelenip yaxşı bir ferzanda bulup yetiştiler. Bergen bilimleriniz için gerçekten rahmet. Bundan başka ferzandlarını terbiyeleşte çeşmeyin. Acayip insan var. Hatta onunla derslerim girip duradı merhamet kılıç Zeyba Ustaz'a veren sözü. Esselamu Aleyküm. Hürmetli adaylarlar. Annemize rahmet, şu tedbirde katlaşmış olan ustazlar, kepler rahmet, Allah'a rahmet. Bu tedbirimizin arkasında kepler mevkatiniz için razı olun. Belge ilminiz, bilimlerinize razı olunuzlar. Ballarımızdan gelecekteki hayatında ülken zaferler tilak kalamız. Rahmet. Rahmet Zeyba Hanım. Merhamet adamlardan alınan sadakat. Tedbirimizi teşkilatçıdan Zeynep'ten rahmet. Ballarımızdan terbiyeleyen, bilim vergen, biz için rahmet. Gelecekte şu ballarımız bizi isteyen, tesligen olsun, devletimizde özünü göstergen hizmetleri ve haklarını üyeliğine bağlı. Rahmet yine var. Rahmet, merhamet yine. Assalamu Aleyküm hemmeyize. Ustaz size kendi tarafından bilimler. Ballarımızı şunca ettiniz. Bundan keyinki işinize ulaştırdığınız ilahım ketteden ketler ulaştırdığınız. Farzandlarımızdan kette bulup, ilahım kette ilgiler bulup, okumuşlu bilimli bulup, şu vaktam siz görün, üstten bulup, bitirmeyi silahım. Kendi tarafından size. Rahmet, merhamet sanatçı. Bugünkü beyanımda birinci ustazım, hayır ustazımdan bana çalan tebrikimle. Ustaz size gitmeye geçiyorum. İnce'nin terbiyeniz. Tekrar geçiyorum. Ben bir şey izahmet. Şu fersefler insan muaf gelir sizni. Yanınızda bundan bunu bildiğinize izler şu cüzüde. Rahman kette okuşlara girsinler. Gelecekte kette sınıflardan en alıcı, kutlu, bağlıcalı buzullar, İlahim alıp yedaladım. Birinci orularını alıp, şu Zeynep Can Ustazı'nın klası, tersentleri yetiştirmeye oyuncuları birgeyle. Size kette rahmet edeceğim. Yine bir merhametim o güzel yokluğumuzu bildirmeyin. Şimdi Kemal'a getirdiniz. Allah'ıma bir sağ şükür. En yaxşı okuyuculardan terbiyeleriniz kızlar. Kette rahmet edeceğim. İlahımızdan en kişilerize Ahmet Muhakkudiyet. Rahmet, indi bu Saadetcan'ı heyecanlandırışının sebebi var. Bu uzak yıllar Sağlıkçılıkta uzak rəhbərdir. Bəzəndindən həm maddi konuda xabarlaşıb, en faal ata-anələrindən bu an bu məni oxuşlarını sürüşdürüb, prezentlərini işlətdirməm. Rəhmət. Mərhəmət diləkiriz. Tedbirde katlaşıp duran hemmeye rahmet. Şu hürmetlerimizin hemmesine, okuşlarına, gelecekteki hayatlarına vaxt-avet tilep, keyinki hayatlara çıraylı bir yaxşı nəv etsin. Sizler kette rahmet ilayım. Şu bilim verişte hiç kaçan çerçeği sağ salamet ülgeysiz. Rahmet sizler. Rahmet, yetti rahmet. Rahmet, Mahireye söz veriniz.
verdi. O hamma bolalarning ularga ustolarga berib oliy ma'lumot o'qib-bilgandan tabriklab kelib o'tirgan ustozlar o'quvchilari. Hamma omadli bo'lsinlar, masalan, omad tilayman. Siz ham omad tilayman. Rahmat, katta marhamat keraman. Assalomu alaykum ota-onalar. Aynan ustoz rahmat, Nabibek farzandimni bilimli, ilmli tarbiyalaringiz. Shuning uchun sizga katta rahmat. İşleringizde rivoj tilayman. Katta marhamat saboqa. Hammangizga omad tilayman. Ishida qatnashib turgan ota-onalarga rahmat. Shu bolajonlarimizni shu darajaga yetkazib, Nilavoydan tutib, 4-sınıfdan hatta anlatıp, vatan hakkında, mehr hakkında, ana hakkında, tabiatlar hakkında şu fənlərdən öyrətib, şu biliş bildirir. Bilim verib, netkeniniz için size rahmet ederiz. İlahim farzandlarımız bundan ki okuşlarına devam ettirip, aligahlara okuşlara girip, her bir ilimli, bilimli olup, hünerli bir hünerli başını tutup, sizi hürmet edip gelip tebrikler oturuş nasip etsin. Farzandlarımıza şuan arkasından gelip, şimdi tedbirlerde aklarımızı, tedbirlerinden tutup oturuş nasip etsin. Merhamet, Mahliya. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Farzandlarimizning kelgusi hayotida omad, ishlarida rivoj, ziynatga sizam rahmat. Farzandimni mendan ko'p Rahmat Mahliya. Şurada ota-onalarimiz o'tiribdi. Marhamat, Zulmarhon. Rahmat siz ularimiz dereceye geldi. Marhamat qizlar qonununa eshitamiz farzandlarına bo'lgan yaxshi tilak istaklarini marhamat. Allah bakalım bilen bitirdi. İlahim bana Ali yoxlarla birlikte şu sizni beryen bilişiniz bilen rahmet size, farzandlarınıza, hemmesine ametiniz okuşlarında. Rahmet. Ben endi bir ajoyib akatay o'quvchim bor, Taqirjonim boshqacha ko'raman. O'zi yaqinda keldi u maktabimizda, lekin dum yaxshi ko'raman. Ajoyib farzand, o'zimni farzandimni aytaman. Marhamat Oydinoy, farzandingizga bo'lgan ajoyib tilaklaringiz. Rahmat. O'quvchilarga kuyuna mehrim boshqacha. Charchaman, ammo maktabingizni Rahmat. Hurmatli ota-onalar, shuni bilan bugungi tadbirimizni yakunlasak, hammaga kelganlaringiz uchun katta rahmat.